Qadrdonlar, masjidni yonginasidan uchastka qilaman deb niyat qilib qo'yganlar bo'lsa, mana shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Undan oldin lokatsiyaga o'zinglar bitta baho berib qo'ymasanglar bo'lmaydi-yu. Uylarning oldidan katta ariqda suv o'tib turishiga necha akalar. Nazarbek Ittifoq mahallasida shundoqqina Salmon Farziy masjidining yonginasidan katta yo'l yuzida umumiy 8 sotka yer maydoniga ega bo'lgan tayyor uchastkani yer narxida ko'rsatamiz bugun sizlarga. Uglovoyda joylashgan katta ko'cha taraflama fasadi 40 metr chiqyapti, ili mahallaga 20 metr atrofida kiryapmiz. Mahallaga o'zinglar bitta baho berib qo'yinglar. Keng, fayzli, tinch mahalla, yon atrofdagi uylarni ko'ryapsizlarmi? Ko'chalar asfalt bo'lgan, gaz, svet, suv umuman muammosi bo'lgan joylardan katta ko'cha taraflama o'zini zaqvat joylariga ham ega ekan. Akalar, ichkari tarafdan ko'radigan bo'lsak, to'g'ri shaklda joylashgan. Hech qanaqa qing'ir-qiyshiq joylari yo'q. Kiraverishda alohida o'ng taraf va chap taraflarda Vremenka joylarni ham ko'rishimiz mumkin. Kelib bemalol imorat qilaman desanglar ham o'zi ham baquvvat qilib qurib qo'yishibdi. Pastdagi binosning o'zida naqd 3 ta xonasi joylashgan, alohida sanuzollarni ham ko'rishimiz mumkin. Remontlari o'rtacha holatda. Videoga bitta like bosib, masjidni oldidan uchastka qidirgan tanishinglarga yuborib qo'yinglar. Akalar, Nazarbek Ittifoq mahallasida joylashgan Salmon Farziy masjidini yonginasida masjidga qo'shni bo'lasizlar, akalar. Uglovoyda joylashgan 8 sotkali joyimizda sizlar uchun narxini har bir sotkini 40 ming dollardan qo'yamiz. Albatta kelishiladigan joylar bor, pastdagilar nomeri savdolashsanglar bo'ladi.